Bizada 99 kunni aytdi. Nima qilib bo'lsa ham 99 kun yashashga harakat qilamiz. Qani unday bo'lsa ketdik. Xo'sh do'stlar, hozir biz boshlamoqdamiz. Mana biz kirib ham oldik. Ana endi birinchi navbatda daraxt chopamiz, keyin uni ko'mirdan olamiz. Sababi ko'mir 98 ta beradi. Xullas, mana bitta ko'mir va bitta daraxt yetadi. Chesiz bo'lsa edi. Xullas, mana ikkita mana o'zini tashladim. Xullas, mana bu yer kerak menga. Eng kerakli narsalar mana shu. Menda allaqachon mana shunaqa narsalar bor. Mana ham olamiz. Ovozni yoqish hozircha kerak emas ularga. Xo'sh, buni olamiz. Buni ham olamiz. Bu qayerda? Bu yerda, shu yerda. Ko'mir bo'lsa-da, ko'mir bor. Ko'mirni olamiz va yo'q, hozircha. Ana endi shunchaki bazaga borib kuchaytiramiz. Xullas, mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, ana bu yerda men krovat qurdim va ana endi sandiqlarni ochamiz. Qurol. Menga bu kerak bo'ladi. Yana bitta o'q kerak bo'ladi albatta. Sandiqdan bizga keraksiz narsa chiqdi. Axir bizda mana shunaqa topor oldindan olganmiz-ku. Mana shunaqa yomon ko'raman. Mana shu quyonni qochishini. Riska qochadi. Menga kerakli narsa chiqdi. Sandiq adashib ketdim zo'r. Mana bunaqa xullas xaltachamizmi? Xullas mana shunaqamiz to'lib qoldi. Mana buni mana shu yerda tursin. Mana bu ikkita ko'mir yetmasa kerak-ku, habayli. Albatta yetmasligini bilardim-ku. Ana endi bo'ldi. Ana endi xullas daraxt chopishimiz kerak. Daraxt chopasimdan ertalab bo'ldi. Ana endi biz albatta mana buni olib mana bunga beramiz. Bizga fonar kerak emas, u yerdagi narsalar ham. Shuningdek, xullas mana yangi biom qo'shilgan. Buni ham olib olishimiz kerak albatta. Mana buni ham. Shart emas u bo'ri bizga. Hozircha. Sababi uni terisi kerak emas bizga. Hatto undan teri tushmaydi. Xo'sh. Mana bu yerda bo'ldi. Ommayo do'stlar, qizil sandiq qayerdan? Axir hali 3-level-ku. Uncha yaxshi narsa tushmagan bo'lsa-da, lekin qizil sandiq 3-levelni o'zidan chiqishi. Ana endi bu judayam katta omad. Otish kerak uni. Shart emas. Qornimizni birinchi to'yg'izib kelamiz. Do'stlar, birinchisini o'zidan 3-level ishonmasalaringiz hozir videoni stop qilmasdan mana ko'rsataman. Qaranglar. 3-level. Atigi. Bumas ovqati mana. Bularni yeb, mana ko'rib turganingizdek, mana endi hozir 4-level qilamiz. Mana. Ishonmasalaringiz ko'rsatdim hattoki. Mana bu yo'g'onmas temir ekan, temirlarni xullas mana shunday qilamiz bo'ldi. Mana
ko'pchilik mana bunaqa narsa o'tkazib yuboramiz. Xullas, ertaga biz mana bolani qutqarishga boramiz. Xo'sh, hali beri karta ham hech narsa yasamabman, hech qisi yo'q. Ertalab bo'lmoqda hozir. Do'stlar, mana ertalab bo'ldi. Ikkinchi mana buni ham yasab olamiz, kavatni. Va bo'ldi. Mana endi bolani qutqarishga ketamiz. Biz mana bolachani ham qutqardik desak ham bo'ladi, sababi kirib olib chiqish qoldi xolos. Ya oxirgisi qoldi. Mana shuni ham bunaqa qilib chaqiramiz, o'tamiz. Yana bitta. Tegmay qoldi, hech qisi yo'q. Mana endi bo'ldi. Sandiqda menda bor narsa tushdi. Bolachani olamiz. Bolachani hozir olamiz va uyga yetib tashlaymiz. Bu bo'ldi. Keyin kelib qolgan ovqatlarni ham olib ketamiz. Kompas va mana bunaqa vaqtni ko'rsatgich yasadim. Va bular juda ham yaxshi. Xullas do'stlar, mana ko'rib turibsiz. Ertalab bo'lishini kutyapman. Mana o'q ham yo'qdi. Ikkinchi bolani qutqarishim uchun biroz o'qiqa bo'lishim kerak. Xullas, mana ertalab bo'ldi. Ana endi ketdik yana. Birining terisi tushdi bizga. Buni oxirgisiga olib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi sabab. Mana olmos beradigan xullas o'sha qara ham topdim. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Sandiqli joylar, hozir hammasini lut qilaman. Xullas do'stlar, mana shuncha narsa yig'dim. Mana shu narsalar chiqdi demoqchi edim. Hozir hujum. Xullas, ertalab bo'lishini kutyapman. Mana buni qachon to'liq yig'a olarkanman yana. Xullas, bilmadim. Mana qora sandiq kerak-da unga. Biroz qo'tyapti o'ynamiz, buning uchun uzr. Yerdagi narsalardan bizga nayza yaxshiroq. Mana endi boshladik bugungi kunni. Xullas do'stlar, olovimiz o'chmoqda, yomg'ir tufayli deyarli. Shu sababli men plan B'ni qilishga kirishyapman har ehtimolga qarshi. Buni esa hozir ko'rasizlar. 99 kun yashay olmaydiganlar ham 2000 kungacha yashashi mumkin bu lifehack orqali. Do'stlar, mana shuncha ovqatdan to'lib ketdi bu yer. Men hozir sizlarga plan B qanaqaligini ko'rsataman. Hamma ovqatni bir joyga yig'ib qo'yamiz. Ana ukki qo'shildi. O'tkazib yuboramiz bo'ldi. Tushunarli. Xullas, mana bundan ikkita yasaymiz va o'zimizni o'rab qo'yamiz. Mana shu yerga va ovqatlarni olib yeb o'tiramiz. Tushundingiz deb o'ylayman. Mana ko'rasizlar. Ichiga kirib olaydi. Yo'q. Xato qilib qo'ydim. Nima qilishni albatta men bilaman. Mana bundan yasaymiz ikkita. Bu yerga ham yo'q, bo'lmadi. Xullas, o'zingiz ko'rasizlar. Bo'ldi do'stlar. Mana. Faqat bitta muammo bor. Ovqatlarga qo'lim yetsa bo'ldi. Mana qo'laydi, qaniydi teshik. Mana shu yerlarda. Bo'ldi. Yo'q. Plan C'ga o'tadigan bo'ldik. Endi ovqatlarni mana shu yerga tashlaymiz. Xullas, mana bir valaq zo'rg'a chiqib oldim xullas hozir.
Mana endi ovqatlarni tashlaymiz o'sha yerga. Olovimiz ham o'chay deb qoldi, sababi yomg'ir yog'yapti. Bugun kechga hujum bo'lmasa yaxshi edi. Da o'chdi olov. Va ana endi mana buni yeb olib, ovqatlarni ichkariga tashlaymiz. Kir. Yo, mana shu yerga tashlasak-chi. Bo'ldi do'stlar, men plan topdim. Mana bu yerga qo'yamiz. Bularni hammasi. Xullas, mana biroz qoldi vaqtim. Nima qilib bo'lsa ham barchasini tashishim kerak. Yo'q, hozir olov o'chib qoladi-ku. Qo'tyapti afsuski. Hayajonlanmoqdaman. Va bo'ldi. Ana endi hayajon bosdi. Chunki hech kim menga tega olmaydi. Shunchaki o'tirib ovqatlarni yeymiz. Va bo'ldi. Olovimiz o'chay deb turibdi. Kech tushdi hozir. Hayajon bor. Chunki buni birinchi marta qilib ko'ryapman. Qolgan paytlarda mana unaqa minoralarga chiqib olardim. Mana shu ovqatlar bilan. Xo'sh. Hozircha kiyik uchun qulay sharoit emas. Olovimiz qizilga yonib turibdi, shu sababi. Hozir o'chadi. Lekin biz xavfsiz joydamiz. Necha kun yashaganimni esa xullas hozir shunchaki men AFK qilib videoni yo'qaman. Mana xullas bir kun to'xtadim. Yomon qavolim bor. Bitta ovqatimiz bu yerda qolib ketibdi. Mana bu yerda. O'shan bir balo qilib olishim kerak xullas. Nimadir qilib bo'lsa ham o'shani hozir olishga harakat qilyapman. Mana va bo'ldi. Oldim. Xullas do'stlar, meni yaramas 99 kun mana shu o'yini xeyterlikda ayblab xullas chiqarib yubordi o'yindan. Chunki men endi 50 kun yashay deganimda chiqarib yubordi xullas mana. Men statistika mana shunaqa xullas ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Video shu joyda tugadi.